Siz munosabatda bo'layotgan inson sizni qanday bo'lsangiz shundayligingizcha, ya'ni borligingizcha, hamma kamchiliklaringiz bilan faqat sizni toza qalbingiz uchun sevadi desam, siz bunga ishonasizmi? Va siz bunday munosabatdamisiz? Ya'ni sizni munosabatga kiritgan qoidangiz mana shundaymi? Agar shunday bo'lsangiz, bugun sizni xafa qilishga majburman. Ya'ni bugun munosabat haqida biz boshqa bir yondashuvni ilgari suramiz. Bugun uni psixologik, professional tarzda o'rganib chiqish orqali unda oxirigacha sog'lom qolish qoidalarini o'rganamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Biz bolaligimizdan sevib o'qigan sevgi qissalari, Romeo Julietta, Hind filmlari, ular juda go'zal, ya'ni oq otli shahzodalar haqidagi ertaklar, vafodor malikalar haqidagi hikoyalar, ular juda go'zal. Ammo ular bugun hayotda bormi? Va ularning o'rni qanchalik muhim? Mana shunday sevgi qissalari qachon boshlanib, qachon tugaydi? Real hayotda afsuski, biz istaymizmi, yo'qmi, munosabat bozor shaklida namoyon bo'ladi. Ya'ni mana shu bozorda siz va siz tanlayotgan o'sha partnyor ham xaridor, ham sotuvchi, ya'ni bir vaqtning o'zida siz ham xaridorsiz, ham sotuvchisiz. Va bu shunday bozorki, bu ikki tomonlama kapital va foydaga asoslangan shunday bir murakkab biznes rejasi deb ayta olgan bo'lar edim, biznes shartnomasi deb ayta olgan bo'lardim. Va mana bu shartnomani shartlarini siz bugun bajarsangiz yutasiz. Agar bajara olmasangiz, mana shu munosabat bozorida bankrotga uchraysiz. Bugun siz bilan bu ertaklarni bir chetga surib, munosabatlarning shafqatsiz ammo real va sizni muvaffaqiyatga eltuvchi qonunlarini psixologik ilmiy jihatdan tahlil qilamiz va munosabatda omadi chopgan insonga aylanamiz. Keling, eng avvalo erkaklar mavzusidan boshlaymiz. Ya'ni munosabatda mavzuda o'sha biz aytayotgan bozorda bankrot bo'lmaslik uchun erkaklarda qaysi sifatlar bo'lishi qadrlanadi ayollar tomonidan? Istaymizmi, yo'qmi? Ya'ni erkakda qanchalik olijanob xislatlar ko'p bo'lmasin, ayol kishi tomonidan birinchi galda undagi resurslar inobatga olinadi. Ya'ni erkak kishidagi resurslar birinchi tanlovni belgilaydi. Bu resurs deganda juda ko'pchilikda yanglish fikr paydo bo'ladi. Ya'ni resurs deganda otasidan qolgan davlat emas. Qimmatbaho mashinada yurish yoki bo'lar bo'lmasga pul sarflaydigan, pulini qayerga ishlatishni bilmay qolgan insonlar yoki tayyor biznesga ega bo'lgan insonlar tushunilmaydi. Resurs deganda, ya'ni munosabat bozorida erkak kishini doimo saqlanib omon qolishini ta'minlaydigan narsa. Bu undagi potensial hisoblanadi aslida. Ya'ni rivojlanishga bo'lgan intizom, harakat va undagi imkoniyatlar, ya'ni bilim va hokazo. Ya'ni undagi intizom va rivojlanishga bo'lgan layoqat. Mana bu potensial aslida uni haqiqiy kapital hisoblanadi. Munosabat bozorida uni barqaror qolishini ta'minlovchi asosiy kapital mana bu hisoblanadi. Ayollar tomonidan mana bu jihat kapital sifatida, xavfsizlik sifatida tan olinadi. Ayol kishi instinktiv ravishda, xohlaymizmi yo'qmi, naslga g'amxo'rlik qilish hamda barqarorlikni erkakdan qidiradi. Ya'ni u unda erkakda barqarorlikni ko'ra olsagina munosabat bozorida erkakni xaridor bopligi oshadi. Ya'ni bu yerda biz tasavvur qilgan kabi vagon pullar haqida gap ketmayapti. Va tadqiqotlar eng qizig'i shuni isbotlabdiki, ayollar ko'pincha erkaklardagi potensialni yo'qligini, ammo pulni ko'pligini osti programmalari bilan sezar ekan, instinktiv ravishda uni sezar ekan va mana bunday erkakni yoki tanlamaslikni yoki tanlasa ham vaqtinchalik munosabatda qolishni tanlar ekan. Doimiy bir umrlik barqaror munosabat uchun esa bu afsuski bunday erkaklarni omadi biroz pastroq. Aslida nima qadrlanadi? Qadrlanadigan narsa aslida ayollar tomonidan qadrlanadigan narsa bu erkakdagi ishonchlilik, ya'ni munosabatda muammolarga duch kelgan vaqtida turib bera olish, mas'uliyatni bo'yniga ola olish va rivojlanishga bo'lgan harakati, bu insonning munosabat uchun rivojlanishga ko'rsatayotgan tashabbusi eng qadrlanadigan valyuta hisoblanadi. Munosabat bozorida erkak kishini omadli, muvaffaqiyatli qiladigan ikkinchi asosiy valyuta bu undagi matonat, ya'ni ayolga chidamliligi. Qanday qilib deysizmi? Albatta, sevgi bu kimyoviy jarayon. Ko'p aytganimiz singari, ya'ni vaqtinchalik euforiya. Biz turmushga chiqqandan so'ng pushti ko'zoynaklar yechiladi, kuyovlik yoki kelinlik sarguzashtlari asta nihoyasiga yetib, hayot mas'uliyatga aylana boshlayotgan bir vaqtda erkak kishi ko'chada oilani boqish uchun kun bo'yi stress o'tkazadi, turli insonlar bilan til topishga majbur bo'ladi. Ayol esa kun bo'yi uyda bir olam yumushlarga ko'miladi. Farzand tarbiyasi, uni kun bo'yi yig'lagani, unga qaragani, avvalgidek o'ziga qarashga vaqti yo'q. Imkoniyati yo'q, resurslar cheklanib qolgan, imkoniyatlar cheklanib qolgan bir vaqtda uyda ayol emotsional zo'riqishda bo'lganida, erkak ko'chadagi stresslar bilan charchab kelgan vaqtida navbatdagi munosabatlar mavzusidagi chigallashuvga sabab bo'luvchi omil, ya'ni ssenariy boshlanadi. Mana shu ssenariyda g'olib chiqa olgan, mana shu bosqichdan o'ta olgan erkak munosabat bozorida
chinakam sarmoyani kiritgan bo'ladi. Ya'ni uyga kelgan vaqtida ayolni emotsional savollariga javob topa olgan, ya'ni unga agressiya ko'rsata olmagan, mana shu agressiyasini jilovlay olgan erkak aslida munosabat bozoridagi eng omadli erkak hisoblanadi. Mana shu bosqich nihoyatda nozik bosqich hisoblanadi va tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hattoki erkaklar fikriga ko'ra mana shu ayolni emotsional holatiga javob berish aslida pul topishdan ham, ya'ni moddiy jihatdan yuksalishdan ham qiyinroq erkak uchun. Ya'ni undan ko'ra kun bo'yi 24 soat ishlashga rozi edim, har qancha charchoqqa rozi edim, ammo mana bu ming'irlashlarni eshitmasaydim degan fikrgacha olib borar ekan. Tadqiqotlar shuni isbotlagan, ya'ni bu nihoyatda murakkab bosqich va juda ko'pchilik erkaklar mana shu yerda ayol bilan bahslashib qo'yadi. Uni emotsiyalaridan haqiqatni izlab qo'yadi. U bilan ya'ni o'zini oqlashga harakat qilib qo'yadi. Aslida bu vaziyatda ayol uchun shunchaki tushunilishi kerak bo'ladi. Xolos, ya'ni muammolarni bir qator sizga sanab bersa-da, aslida ularning yechimini u istamaydi. Hozirgi vaqtda ayni damda uni yechimini yechish uchun sizni harakatlaringiz emas, shunchaki sizni tushunishingiz, his qila olishingiz ayolga suv va havo kabi zarur bo'ladi. Ya'ni men shu yerdaman, seni tushunyapman. Bu muammolaringni bilyapman va ular tabiiy. Men seni tushunyapman, hammasi yaxshi bo'ladi. Faqatgina shu so'zlar aslida ayol kishini dunyodagi eng baxtli ayolga aylantiradi va erkakni esa munosabat bozorida omadi chopgan, muvaffaqiyatli insonga aylantiradi. Ana endi navbat tanganing ikkinchi tomoniga, ya'ni ayollarga. Xo'sh, ayollarchi? Ayollar qanday sarmoyalarni munosabat bozoriga kiritish orqali o'z reytingini ushlab turadi? Ya'ni ularni omadli, sevgi bobida muvaffaqiyatli bo'lishini qaysi valyutalar, qaysi qimmatbaho sarmoyalar belgilab beradi bozorda? Siz agar hali ham ayol kishidagi sadoqat va juftiga nisbatan ko'rsatadigan mehri, asosiy tabiiy go'zalligi va uni munosabatga beradigan sevgisi uni bu bozorda ushlab turadi degan fikrda bo'lsangiz, afsuski men sizni yana bir bor xafa qilishga majburman, chunki bu valyutalar nihoyatda sevgi bozorida tez unutiladigan, tez eskiradigan, tez qadrsizlanadigan valyuta hisoblanadi. Muvaffaqiyatli, ya'ni sevgi bozorida muvaffaqiyat qozonadigan ayollarning 3 ta kiritadigan muhim fundamental sarmoyasi bor. Birinchisi, bu ayollar tan olamizmi yo'qmi, bizdagi tashqi ko'rinish. Ya'ni munosabatga kiritadigan eng muhim sarmoyamiz jismoniy salomatligimizga e'tiborli bo'lishimiz, intizomli bo'lishimiz. Ya'ni uni chetga surib, yig'ishtirib qo'ymasligimiz. Juda ko'pchilik mana shu yerda sharq ayollari, odatda bizda bir bahona bor, ya'ni pul bo'lsa hamma ham chiroyli bo'ladi degan fikrni ilgari surishga odatlanganmiz. Aslida hamma narsa ham erkakning puliga borib taqalmaydi. Ya'ni biz qilishimiz kerak bo'lgan intizomlarni aksariyati aslida pul bilan bog'liq emas. Masalan, to'g'ri uxlash, doimiy sport bilan shug'ullanish, badan tarbiyani qilish yoki kerakli vaqtda nafsimizni jilovlash orqali taomdan to'xtata bilish. Ya'ni bular hammasi odatda intizom bilan bog'liq ko'rsatkichlar bo'lib, mana bu intizom bilan bog'liq ko'rsatkich ayolni munosabat bozorida qadrli qiladi. Ya'ni u sog'lig'iga, ko'rinishiga e'tiborli munosabatda bo'lishi, e'tibor bering, e'tiborli munosabatda bo'lishi, qanday imkoniyatda bo'lishidan qat'iy nazar, salomatligini bir chetga yig'ishtirib qo'ymasligi, tashqi ko'rinishini bir chetga yig'ishtirib qo'ymasligi, doim uni saqlashga bo'lgan harakati, ya'ni natija emas, harakat haqida gap ketyapti, e'tibor bering. Mana bu harakatlaringiz ayollar sizni munosabat bozorida nihoyatda qadringizni baland qiladi. Ikkinchi muhim sarmoyamiz qizlar, bu biz kiritadigan intellektual sarmoya. Ya'ni intellektual sarmoya deganda ko'pchilik bir aqlli bo'lish, o'qimishli bo'lish kabi diplomlar haqida tushunchaga, tasavvurga ega. Aslida gap bu haqida emas. Gap shunchaki ayolni tashqi dunyoni o'rganishga bo'lgan qiziqishi borligi haqida. Ya'ni masalan, u sizdagi hunarni o'rganishga bo'lgan potensial yoki yangi tilni o'rganishga bo'lgan, yangi kasbni o'rganishga bo'lgan potensial haqida, yangi biron bir ijodiy guruhlarda bo'lishni istashingiz, ya'ni unga qarab harakatlanishingiz, ya'ni miyani qo'pol qilib aytganda miyani ishlatishimiz, miyani ham ishlatishimiz deb qolay. Mana bu bizni munosabat bozorida ikkinchi jozibali qiladigan muhim sarmoyalar hisoblanadi. E'tibor bering, bu yerda gap ko'chaga chiqib ishlash haqida ketmayapti. Ya'ni pul topish masalasi emas faqat. Bu sarmoyani mohiyati sizni intellektual jihatdan o'sishga bo'lgan intilishingiz bilan belgilanadi va sizni munosabat bozorida nihoyatda jozibali va barqaror bo'lishingizni ta'minlaydi. Xo'sh, nima uchun unda insonlar haligacha
bir boqishda paydo bo'ladigan va bir umr davom etadigan sevgi qissalariga, shartsiz sevish qissalariga bu qadar ishonishadi. Ya'ni shartsiz sevgi deydi, to'g'rimi? Aslida shartsiz sevgi bizni faqatgina ota-onamiz tomonidan mavjud. Ya'ni ota-onamiz bizni faqat borligimiz uchun qanday bo'lsak shunday, hech narsa qilmasak ham seva olishligi mumkin. Ya'ni ulardagi tabiatni bergan instinktiga muvofiq, ya'ni ota-onalik nasrga g'amxo'rlik qilish instinktiga muvofiq ravishda bu sevgi bor bo'lishi mumkin. Ammo juft tanlashda esa bizning ehtiyojlarimiz bu yerda asosiy o'rin tutadi. Ya'ni bizga tabiat tomonidan nima uchun ayrim insonlar haligacha bir boqishdagi sevgiga ishonmoqda? Ya'ni bu kimyoviy biologik jarayon bo'lib, aslida miyamizda paydo bo'ladigan o'sha serotonin, oksitoksin, dopamin gormonlarini bir vaqtda portlab berish xususiyati. Buni tabiat bizga nega bergan? Buni tabiat bizga juft bilan birga bo'lish uchun bergan, ya'ni nasl qoldirish, juftlashish uchun bergan bir xususiyat bu aslida. Buni umri ko'pi bilan 3 yil, 4 yil davom etishi mumkin turmushdan keyin, ammo oila mas'uliyatlari ko'paygan sari nima qoladi? Mana shu biz aytgan biznes shartnomasi qoladi qo'limizda. Bu shartnomaga muvofiq agar er va xotin bir-birini ham moddiy, hissiy, intellektual jihatdan to'ldirib tursa, qo'llab tursa, shartnoma shartlariga muvofiq holatda yashashda davom etsa, bu biznesda bankrot holatlari, ya'ni ajrim holatlari yoki munosabatni buzilish holatlari uchramaydi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, agar siz rosti kamiga baxtli munosabatni istasangiz, yillab davom etadigan chiroyli, sog'lom munosabatni istayotgan bo'lsangiz, bugundan boshlab ideal insonlar haqidagi, ideal qahramonlar, ovqatli shahzodalar haqidagi va yana boshqa romantik ertaklarni bugunoq miyangizdan o'chirib tashlang va ularning o'rnini esa harakatlar bilan to'ldiring. Munosabat uchun harakatlar bilan, zotan biz aytgan o'sha munosabatlar bozori harakatni yaxshi ko'radi. U yerda hamma narsa moddiyotga borib taqalmaydi. U yerda bundan-da qimmatliroq narsalar bor. Bu bizdagi intizom, harakat va munosabatga bo'lgan mas'uliyatimiz. Ya'ni uni doimiyligi, intizom bilan uni saqlay olishimiz haqida gap ketadi. Zotan bu bozorda aldanib qolishni istamasangiz, reytingingizni doimiy ravishda ushlab turishni, baland tutishni istasangiz, harakatdan to'xtamang. Ushbu videoni real fikrlashni yaxshi ko'radigan tanishlaringizga yuborib qo'ying va fikr mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Salomat bo'ling.